Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohsanamxon, siz bilan bog'landikmi? Men gapiring, eshityapman. Sog'i salomatmisiz? Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Hozirda biz sizga Tabrik.uz loyihasidan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Allohim hayotingizni nurafshon, ko'nglingizni xotirjam, yuzingizni nurli qilsin. Qalb dunyoyingizdagi orzularingiz, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Nurli yuzlaringiz g'amlik ko'rmasin. Kulgan ko'zlaringiz namlik ko'rmasin, pok qalbingiz kamlik ko'rmasin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Minnatdormiz. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dilga yaqin, mehribon insonlaringiz tomonidan chiroyli bo'lgan tabriknomalar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik, shodiyonalik kuningizda qalbingizga quvonch ulashish niyatida qaysi bir yaqin insoningiz bizning loyihamizga murojaat qilgan bo'lishligi mumkin. Bilmasam, dadajonim menga aytganlar. Yana taxmin qilib ko'ramiz. Turmush o'rtog'im borlar, balki ikkita ukam bor, ukamlardir. Yoki shunimi? Albatta, qaysi birlaridan ko'proq kutyapsiz mana shunday surpriz, g'oyibona tabriklarni? Bilmasam, balkim dadamdirlar. Taxmin qilib ko'ramiz. Taxminlar orasidan eng ko'p kutiladigan inson Ukamdir. albatta qaysi birlaridan ko'proq kutyapsiz? Bilmasam, ikkonim yaxshi ko'raman. Endi bilmadim qaysi biri. Ukalaringiz ham sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Shu sababli bizning loyihamizga murojaat etib, o'zlarining samimiy dil izhorlarini siz uchun g'oyibona tarzda yo'llab qolibdilar. Rahmat. Unda sizni ko'p qiynamasdan o'zim ayta qolaman. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, bu dunyoga kelishingizning asosiy sababchilari bo'lmuş padar buzrukvoringiz Sherzod aka, volidai muhtaramangiz Xurshida opa, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi, qadrlovchi, sevib ardoqlovchi turmush o'rtog'ingiz Ixtiyor aka, sizni jondan aziz yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga ham alishmaydigan ukajoningiz Asrorjon, singlingiz Shodiyonaxon, farzandlaringiz bu dunyoda topgan eng oliy ne'matlaringiz Sunnatbek, Afruzaxon va sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi, qadrlovchi, o'z jonidan ham ortiq yaxshi ko'ruvchi ukajoningiz Adhamjon nomlaridan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni siz uchun amalga oshiryapmiz. Rahmat ukamga. Ukajoningiz nomlaridan kelgan ushbu dilnomalarni agarda sizni bezovta qilmayotgan bo'lsam, o'qib eshittirmoqchiman. Mayli. Ushbu dilnomalarni mehribon ukajoningiz nomlaridan qabul qilasiz? Rahmat. Umrzoq bo'lsin. Ilohim aytganlaringiz kelsin. Men o'qib eshittirishni boshladim. Assalomu alaykum, dunyoda tengsizim, farishta yuzligim, munisim, nurli yuzlariga tabassumlari yarashadigan onajonimdek mehribon bo'lgan opajonim. Sizni Allohimga ne'mat, Rasulimizga chin ummat, ota-onamizga farzand bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz bilan chin qalbimdan, oilamiz nomidan muborakbod etib qolaman. Qabul qilgan 22 bahoringiz muborak bo'lsin. Opajonim, siz uchun Allohimdan sihat, salomatlik, bitmas, tuganmas oilaviy baxt, ketmas davlat, omad, quvonch tilab qolaman. Doimo yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum, qalbingizdan mehr, muhabbat aslo arimasin deb qolaman. Bahordek yashnab yasharish, tog'lardek yuksalish sizni hech qachon tark etmasin.
Hayotingiz o'zingiz va duolaringiz kabi go'zal bo'lsin. Dardkashim, munisam, opajonim, siz mening hayotimga, menga mendan ko'p qayg'uradigan sirdoshim, dardlarimga darmonimsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Avvalo sizdek mehribon, jonkuyar, munis opam borligidan Allohimga shukronalar keltiraman. Dunyoda tengsizim, jigarim opajonim. Gohida o'z ish, hayot tashvishlarim bilan holingizdan xabar ololmagan, sizni sog'intirib qo'ygan paytlarim bo'lgan. Buning uchun sizdan uzrlarimni, kechirimlarimni so'rab qolaman. Opajon, sizni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Qalbingizda nimaki niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, Allohim barchasiga ziyodasi bilan yetkazsin. Allohimning bayti har bandaning orzusi, istagi bo'lgan haj safarlariga, umra ziyoratlariga borishlik, hoji ona bo'lishlik ilohim sizga nasib etsin. Opajon, siz men uchun juda ham qadrli insonsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bu chiroyli ko'zlaringiz hech qachon namlanmasin. Pok qalbingiz hech qachon dog'lanmasin. Qayg'u, hasrat joy qidirsa, sira qalbingizdan joylar topmasin. Opajonim, munisim, mehribonim, sizning tabassumingiz uchun, ko'zlaringizdan porlagan quvonch uchun har narsaga tayyorman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hayotingiz mobaynida qandaydir qiyinchiliklar, sinovlar kelsa, sira ham tashvishlanmang. Yoningizda hamisha qalqon, suyangan dog'ingiz, dardlaringizga darmon o'zim bo'laman. Ilohim, turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda osoyishta, farovon, rohat va farog'atda hayot kechirib, Allohning eng suyukli bandalaridan bo'lishlikni inshaalloh farzandlaringizning iymonli, insofli, soliha, qoriya, Makkaga imom bo'luvchi, miskinlarga yordam beruvchi, ilmu tolib bo'lishliklarini ilohim Allohim nasiba rozi aylasin. Opajon, qalbingizda nimaki orzularingiz, umidlaringiz bo'lsa, Allohim barchasiga bekami ko'z yetkazsin. Sizga dunyodagi jamiki yaxshi tilaklarni tilab qolaman. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Yana bir bor tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin deya o'zlarining samimiy dil izhorlariga yakun yasagan ekanlar. Jigarin yo'qlashga topadi imkon. Oh desam yonimda bo'lar o'sha on, o'zi ojizayu tikib turar jon, onamga o'xshagan opam bor mening. Dunyoda bormikan shundayin farzand? Hatto farishta ham boshini egar, hovlisin to'ldirib rayhonlar ekar, onamga o'xshagan opam bor mening. Yugurar tinchimga xavf solsa bir dard, taftidan jonimga tushmas sirakart, bir so'zli, vafoli yigitlardek mard, onamga o'xshagan opam bor mening. Bugun sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga alishmaydigan ukajoningiz tomonlaridan kelgan mana shunday go'zal tabriknoma sizning qalb gavharlaringizga oz bo'lsa-da xursandchilik ulashish niyatida yo'llangan edi. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda bizning suhbatimiz loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik sifatida yozib olinmoqda. Shunday ekan, sizni ham yaqinlaringizga, ota-onangizga, ukalaringizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Jonim, ukalarim, hammalarini yaxshi ko'raman. Umrlar uzoq bo'lsin. Afg'oniston tomon o'zi bilan qilib o'sha qarabdi. Rahmat. Sizlarga ham katta rahmat, mana shunday odamlarni xushdan qilayotganlaringiz uchun. Afg'onistonga katta rahmat aytaman. Shunday e'tibor qaratibdi. Afg'onistonga ham yaxshi ko'raman. Jo'yanatingni ham juda yaxshi ko'raman. Sizlarga ham umrlar uzoq bo'lsin. Katta rahmat. Minnatdorman samimiy tilaklar uchun. Qalbingizdagi barcha o'ylagan orzu niyatlarga Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Bugungi kuningiz unutilmas onlarga, xursandchiliklarga boy bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat.
minnatdormiz. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin, quvonchdan qalbingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmang sira, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to